Qaysi payt kuchayyapti? Ertalab, kech, obeddan keyin. Bosh og'riganda qo'ng'ilayaptimi? Yo'q. Tushunsiz. Qaysi dorini ichasiz? Uyuzdaginiz necha? Ha? 100 ga yetmish davringiz. Bu sizga yaxshi yoshingizda. Boshagandimi? Yo'q. Qo'lida shum bo'ladimi? Qo'y. Bu bemorimizni to'g'ri tashxis qo'yish uchun biza hozir qon tahlilini ko'rib chiqishimiz kerak. Umumiy qon tahlili, siydik tahlili, qon suvi quyuqligi tekshirishimiz kerak. Ko'rib chiqqanimizdan keyin davom muolajalarni tekshirib, lecheniya yozib beramiz.